Tasavvur qiling, siz divanda yotibsiz. Yana 5 daqiqa scroll qilaman deysiz. Keyin yana bitta video, yana bitta va birdan qarasangiz soat tungi 3. Keyingi holat esa tanish. 6 soatdan keyin uyg'onasiz. Ko'zlarda og'riq, miyada og'riq, energiya yo'q va o'sha klassik gap. Bugun ertaroq uxlardim, lekin o'sha bugun hech qachon kelmaydi. Lekin qiziq bir holat bor. Ba'zi odamlar 5-6 soat uxlaydi, lekin 8 soat uxlagandek uyg'onadi. Energiyasi yuqori, miyasi tiniq. Savol: qanday qilib? Bugun siz ushbu savolga javob olasiz. Gap ko'p uxlashda emas, gap to'g'ri uxlashda. Birinchisi, uyqu vaqti emas, uyqu sifati muhim. Siz uxlaganingizda miya 90 daqiqalik sikllardan o'tadi. Har bir siklda yengil uyqu, chuqur uyqu, REM bo'ladi. Chuqur uyquda tana tiklanadi, immunitet kuchayadi, energiya qaytadi. REM uyquda miya tiklanadi, xotira mustahkamlanadi, fokus oshadi. Ko'pchilikning uyqusi buzilgan. Muammo esa telefon nuri, stress, tartibsiz rejim, ko'p miqdorda kofe iste'mol qilishda. Natijada hatto 9 soat uxlasangiz ham charchagan holda uyg'onasiz. Ikkinchisi, har kuni bir xil vaqtda uxlash. Miya tartibni yaxshi ko'radi. Agar siz har kuni bir vaqtda uxlasangiz, biologik soat to'g'rilanadi. Melatonin avtomatik ishlaydi. Uyqu chuqurlashadi. Masalan, 23:00 da uyqu, tonggi 5:30 da uyg'onish. Ha, hatto dam olish kunlari ham. Uchinchisi, 90 daqiqalik tizim. Har bir uyqu sikli 90 daqiqaga teng. Shuning uchun 4,5 soat 3 sikl, 6 soat 4 sikl, 7,5 soat 5 sikl. Agarda siz sikl o'rtasida uyg'onsangiz, sizda lanjlik bo'ladi. Agar sikl oxirida uyg'onsangiz, sizda energiya bo'ladi. To'rtinchisi, uyqudan oldingi 1 soat eng muhim vaqt. Uyqu sifati shu yerda hal bo'ladi. 3-2-1 qoidasi. 3 soat oldin og'ir ovqat yo'q, 2 soat oldin stressli ish yo'q, 1 soat oldin telefon yo'q. Qo'shimchasiga sokin musiqa, yengil cho'zilish, meditatsiya, past yorug'lik. Shundan so'ng miyaga signal boradi. Endi dam olish vaqti. Beshinchisi, uyg'ongandan keyin yorug'lik va harakat. Uyg'onishingiz bilan ko'zlaringiz telefon nurini emas, birinchi quyosh nurini ko'rsin. Bu holat biologik soatni qayta o'rnatadi, serotoninni oshiradi, miyani uyg'otadi. Yana bir kuchli usul bor. Sovuq suv bilan yuzni yuvish yoki 20 marotaba отжимание mashqini bajarish. Bu dopaminni tez ko'taradi, 3 daqiqada miya uyg'onish rejimiga o'tadi. Oltinchisi, kofe vaqtini to'g'rilang. Soat 14:00 dan keyin kofe ichmang, chunki kofein uyqu gormonini bloklaydi, chuqur uyquni kamaytiradi. Natijada siz uxlaganingiz bilan dam olmaysiz. Yettinchisi, muhit. Ideal uyqu uchun sovuq xona, qorong'u joy, sokin muhit. 18-20 gradus harorat esa eng idealidir. Sakkizinchisi, miyani bo'shatish. Uyqudan oldin hamma fikrlarni qog'ozga yozing. Chunki miya hal qilinmagan vazifalar bilan uxlay olmaydi. Yozsangiz miya tinchlanadi, uyqu chuqurlashadi. Eng muhimi, uyqu bu zaiflik emas, bu ishlash vositasi. Siz kam uxlayman deb faxrlanish uchun emas, sog'lom hayot uchun to'g'ri uyquni tanlang. Va kuni kelib siz sog'lom uyqudan uyg'onasiz. Budilnik chalinishidan oldin. Ko'zlar ochiq, miyada og'irlik yo'q, tanangizda yengillik va siz tushunasizki, men ko'proq uxlashim shart emas ekan. Men shunchaki to'g'ri yashashim kerak ekan.